Eshitib qolamiz. Yoshsan hali deydi. O'ynab qol deydi. Yurib qol deydi. Eshitamiz kattalardan, ehtimol onalardan, ehtimol otalardan chiqadi shu narsa. O'lgiydi deydi. Mana majbur qilma deydi. Hali yosh, o'ynab olsin ozgina. Endi aytamizki, yoshim sal ulg'ayganda hijob olaman yoki shu kiyimlarni kiyaman degan opalar bo'lsa, o'lim tanlamaydi. Mo yosh ekan, mo qari ekan demaydi. Shuning uchun hali 30 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda namoz o'qiyman degan bahonadan bir ko'rinish. Bahonalardan yana bittasi yomon ulfatlar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ning gapi esimizdan chiqmasin. U kishi aytganki, roziyallohu anhu, Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq maxluqni yaratmadi. Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq maxluq yaratmadi. Iblis albatta yomon,